Salom aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda mavjud grafik va diagrammalarni tahrirlash, ularga sarlavha, o'q sarlavhasi, sektor yorlig'i kabi elementlarni qo'shish hamda ularning stilini o'zgartirishni bilib olasiz. Diagramma va grafiklarga yorliq qo'shish. Diagramma yoki grafikga yorliq qo'shishga oid yangi atamalar juda ko'p. Siz ularning har birini yaxshilab tushunib olishingiz lozim. Shundan keyin amaliy topshiriqni bajarasiz. Sarlavha odatda diagrammaning yuqori qismida ko'rsatiladi. Unda diagrammaning mazmun mohiyati haqida yaxlit ma'lumot aks etishi kerak. Asosiy sarlavha ba'zi gorizontal va vertikal o'qlar sarlavhasi yoki yorliqlardan farqlanadi. Sarlavha qo'shish uchun diagramma yoki grafik belgilanadi. Dizayn menyu bo'limidan Add Chart Element buyrug'i tanlanadi. U yerdan Chart Title buyrug'i tanlanadi. Sektor yorlig'i diagrammaning kichik qismi uchun yorliq. Sektorga yorliq qo'shish uchun diagrammani bosing va Add Chart Element buyrug'idan foydalanib Data Labels buyrug'ini tanlang. Xuddi shu amaliyot diagrammada sektor qiymatlari, legenda, segment yorliqlari va qiymatlari, toifa o'qi sarlavhasi va ko'rsatkichi, qiymat o'qi ko'rsatkichi, yorliqlar hamda shkalalarni qo'shishingiz mumkin. Muhimi, ularning ma'nosini tushunib oling. Demak, sektor doirasimon diagrammaning bir bo'lagi, segment radar diagrammaning bir qismi, legenda diagramma qismlarining rangini anglatishni ifodalovchi kalit yoki kod, shkala X va Y o'qlarining o'lchami. Uni o'zgartirish mumkin. Diagrammada ko'rsatishni istagan ma'lumotlaringizni belgilab oling. Keyin Insert menyusidan kerakli diagramma turini tanlang. Ekrandagi kabi diagramma yaratildimi? Endi unga mos sarlavha qo'ysangiz bo'ladi. Ba'zida sarlavha mazmunga mos kelmaydi va vertikal o'qdagi qiymatlarga to'g'ri yorliq qo'shilmaydi. Vaziyatni to'g'rilash uchun Quick Layout buyrug'ini belgilang. Ochilgan menyuchidagi o'zingizga ma'qul tanlovni belgilang. Doirasimon diagrammaning yorliq nomlarini almashtirish uchun ularning segmenti yoki bo'lagini 2 marta tanlab, o'zingizga ma'qul Layout buyrug'ini belgilang. Tanlov jarayonida auditoriya ehtiyojlarini hisobga oling. Ma'lumot yorlig'ini qo'shish uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosing va Add Data Label buyrug'ini tanlang. Diagrammaga ikkinchi ma'lumotlar seriyasini qo'shish. Asset 16.01 XLSX faylidagi elektron jadvalning Student Data ish varag'ida har bir test alohida ma'lumotlar seriyasidan iborat. Diagrammaga qo'shimcha ma'lumotlar seriyasini qo'shmoqchimisiz? Unda avvaldan belgilangan qatorlaringizga qo'shimcha ravishda boshqa kerakli ustun yoki qatorlarni ham belgilab chiqing. Select Data buyrug'ini tanlang. Legend Entries ostidagi Add tugmasini bosing va unga nom bering. Va kiritiladigan ma'lumotlarni belgilang. Va OK tugmasini bosing. Diagrammaga ikkilamchi ma'lumotlar seriyasini qo'shish. Ba'zida 2 yoki undan ortiq xildagi ma'lumotlarni bir diagrammada aks ettirishingizga to'g'ri keladi. Ushbu vazifani bajarishning oson usuli ma'lumot turlarining bir yoki bir nechtasini ikkilamchi ma'lumotlar o'qiga joylashtirishdir. Ishni odatdagidek diagramma yaratishdan boshlang. Keyin diagramma turini qo'shimcha ma'lumotlar seriyasiga moslab o'zgartiring. Ushbu ish varag'idagi diagrammada ikkita ma'lumotlar seriyasi diagrammada tasvirlangan. Kunlik oziqlantirish soni va har bir chorva molining haftalik ozuqa xarajati. Birinchi ma'lumotlar seriyasi kunlik oziqlantirish soni ustunli jadvalda ifodalangan. Ikkinchi ma'lumotlar seriyasi haftalik ozuqa narxi chiziqli diagrammada aks etgan. Bu usul birdan ortiq ma'lumot seriyasini taqqoslash uchun qulay. Buni bajarish uchun diagrammani belgilang. Design menyusidan Select Data buyrug'ini tanlang va Add tugmasini bosing. Seriyaga nom bering. Keyin esa ma'lumotlarni belgilang va qo'shing. Kiritgan ma'lumotlarimiz chiziqli grafik ko'rinishda hosil bo'lish uchun Change Chart Type buyrug'ini tanlang. U yerdan esa Combo buyrug'ini tanlang. Kerakli variantni tanlab OK tugmasini bosing. O'q shkalasi qiymatlarini o'zgartirish. Diagramma shkalasining boshlang'ich nuqtasi sifatida asosan 0 belgilanadi, lekin bu majburiy emas. Aksincha 0 dan boshqa raqamni boshlang'ich nuqta qilib belgilash mumkin. Buni bajarish bilan ma'lumotlaringizni yanada aniq ifodalashga erishasiz. Shkalaning o'lchov birliklarini minimal 20 dan maksimal 90 ga 5 oraliq interval bilan sozlab ko'ring. Buning uchun quyidagilarni bajaring. Diagramma yarating.
Keyin Y o'q ustiga sichqonchaning chap tugmasini bosing. Bu o'ng tarafda formatlash oynasini ochadi. Access Options buyrug'ini tanlang. U yerda kerakli minimal va maksimal darajasini o'rnating. Asset 16.01 XLSX elektron jadvalidagi Chocolates ishchi varag'iga qarang. E'tibor bering, Y o'qi 0 emas, 20 dan boshlanishi va 5 oraliq interval bilan 90 ga qadar davom etishi belgilangan. Daraja va qiymatlarni o'zingizga moslab o'zgartirishingiz mumkin. X o'qining o'lchov birliklari ham shu tarzda tegishlicha o'zgartiriladi. Unutmang, shkala qiymati diagramma maqsadiga muvofiq bo'lsin. Diagrammaning tashqi ko'rinishini takomillashtirish, jadvalni to'g'ri formatlash auditoriyani ishontirish yoki mavzuga urg'u berishga ijobiy hissa qo'shadi. Butun diagramma yoki faqat ma'lumotlar seriyasining fon rangini o'zgartirish imkoni bor. Diagrammani bo'yashning bir nechta usullari mavjud. Siz fon o'rnida rasm, gradient, naqsh, rang qorishmalarini qo'llashingiz yoki joriy ranglar bankidan mosini tanlashingiz mumkin. Talablardan kelib chiqib, orqa fon ketaklarini o'chirib yuborish yoki tiniqroq belgilash mumkin. Diagrammani belgilab, dizayn menyusini tanlang. U yerda Change Colors buyrug'i bor va oldindan belgilangan ranglarni tanlashingiz mumkin. Bundan tashqari, diagramma va grafik stilini o'zgartirish imkoni bor. Doirasimon diagramma sektorini ajratib olish. Doirasimon diagramma sektorini ajratib chiqarish muayyan masalaga urg'u berishda qo'l keladi. Bu diagramma sektorlarini portlatib yuborgandek turli tomonlarga ajratib borishga o'xshaydi. Buning uchun doirasimon diagramma sektorini belgilang. O'ng tarafda ochiladigan oynadan Series Options buyrug'ini tanlang. U yerdagi Point Explosion qiymatini o'zgartirish bilan doirasimon diagramma sektorini ajratib olishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, ushbu bobda siz grafik va diagrammalar turli sohalarda qanday ahamiyat kasb etishini o'rganib oldingiz. O'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.